Investitsiya uchun xonadon qidiryapsizmi? Samarqand shahrida eng to'g'ri investitsiya qayerda bo'lishini hozir siz azizlarimiz uchun ko'rsatib o'taman. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Sartepa hududida yangi qurilgan elitniy novostroykalarga kelganmiz. 43 metr kvadratli 2 xona studiya formatidagi xonadonimiz sotuvga chiqadi. Главный vxod eshigimizdan kirib kelaverishda shunaqa dekorativniy prixojiy zona qilib qo'yishibdi. Mana shu oynani qo'yish qanaqa qiyinligini shu narsani tushunadigan odamlar juda ham yaxshi bilishadi. Bu yoqda chuqurgina qilib prixojiy zona хранения qilib qo'yishgan. Xonadonimiz juda ham kreativniy ta'mirdan chiqarilgan. Parketlarni полностью натуральный yo'lочка qilib ketishgan. Bu yoqda esa xonadonimizda dushovoy kabinali общий sanuzeli joylashgan. Bu esa bizani kattalar yotoq zonasi stroyni qilib ishlangan. Полный zona хранения bu yoq tomonda bo'lyapti. Kattagina televizor, sifatli konditsionerlarni qo'yishgan va yotoq zona uchun bu eng muhim mana shunaqa kattagina balkoni va sokin vid bo'lishi. Shahrimizning Sartepa hududiga qarab turgan vid bo'lyapti. Novostroykamiz 9 qavatli novostroyka hisoblanadi. Lifti 24 ga 7 ishlaydi. G'ishli pishig'ishdan qilingan dom va ushbu xonadonimiz 9-qavatda joylashgan. Bu o'zini shunaqa studiya formatdagi mehmonxona zonasi bo'lyapti. Panoramniy kattagina oynalari mavjud. Ko'rib o'tishimiz mumkin va bu stilda bitta qarab baho berib o'tinglar. Bunaqa stildagi xonadonlar hali Samarqandda bo'lmagan. Birinchi bo'lib trendimizni mana shu xonadon egalari ochib berishmoqda. Bu yoqda bizda oshxona zonasi sifatli texnikalarni qo'yishgan, Goodwill texnikalari bo'lyapti. Bu yoq tomonda ham полностью Goodwill primer qo'yishgan va bu yerda shunaqa ostrov joylashtirib ketishgan. Yana bitta plus tomonlari ushbu xonadonimizda teplый pol sistemasini mana shunaqa datchiklar bilan bemalol boshqarish mumkin. Xonadonimiz tayyor yashash uchun hattoki Wi-Fi largacha qo'yib qo'yishgan. Bugun endi sotuvga chiqaryapmiz. 43 metr kvadratni tashkil etadi. Xonadonimizning umumiy narxi 624 million so'm deb baholanmoqda. Bunaqa avtorskiy proyekt uchun menimcha arziydigan narx. Yana chiroyli savdosi mavjud. Batafsil ma'lumot uchun bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin.